Salom hammaga, yaxshimisizlar, tuzimmisizlar? Haftalik video keldi. 9-martdan 15-martga nimalar bo'ladi? Qanday bo'ladi? Nimalarga ehtiyot bo'lishimiz kerak? Shunday deb so'rayman. Bo'lmasam like bosgan obunachilarim uchun. Like bosganlar uchun, obunachilarim uchun bu energiyam faqat o'zimni obunachilarim uchun. Xullas, yakka o'zi uchun ochtirmoqchi bo'lganlar +90 Turkiya kodi +90 552 005 22 41. Bo'lmasam haftalik videomizni boshladik. Boshladik. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Şunu biraz mahvettirdim. Ko'rindi mi? Qizlar, men normalda Samsung ishlataman-da. Bir safar iPhone olib ko'rdik, Apple olmadik. Apple olmadim, aytdim-ku oldingi videolarimda. Endi hozir yana telefon olishni tushunyapman. Chunki telefonim уже 2 yildan beri sürekli video, rasm ola уже nimalari anaqa kачествоsi tugaydi, bilasizlar. Ashunqa kачествоsi tugadi meni telefonim. Endi telefonim sog'lom, video kачествоsi tugadi. Shunga telefon olmoqchiman. Yana iPhone mi olayım, Samsung mi olayım? İkisini o'rtasida qoldim. Orada qoldim. O'tgan safar iPhone oldik, eslasalar 2 yil avval. Apple olmadim shekilli. Ashunga hozir yana qizim aytayapti-ku, ya'ni kamera yaxshi bo'lishini xohlasangiz iPhone oling deyapti. Ish uchun deyapti, Samsung yaxshi. Ya'ni ish insoni bo'lsangiz Samsung yaxshi, ammo kamera bilan ish qiladigan bo'lsangiz deyapti, iPhone yaxshi deyapti. Bilmadim, orada qoldim, qaysi birini olay? iPhone olsangiz deyapti, TikTokda ham videolar qo'yasiz deyapti. Qizim, TikTokka men tarot videolari qo'ymayman. O'zimning videolarimni qo'yishim mumkin yoki o'zim kunlik vloglar olishim mumkin. Atay tarot videolari qo'ymayman. Ya'ni men tarotimni TikTokka olib borib qo'ymayman. Nima deydi? Sarson deydi. Xullas, 9 ga keldik. 9-kun judayam bir yaxshi bir kun. 9-kun judayam energiyalarga boy kun. Shansli bir kun. 9-kuni oila davrasi, oila munosabatlari, oila ilishkilari judayam kuchli, qalin, yaxshi bo'lyapti. Judayam kuchli bo'lyapti oila munosabatlaringiz. Ko'rishmalar, uchrashuvlar, oilacha ko'rishmalar, yoki oila do'stliklar, yoki qarindoshinglar uyingizga kelishi yoki ko'rishinglar, shu to'xtang qimirlayapti biroz. Shunaqangi oila ko'rishmalari, oila do'stlar va hokazo ko'rishmalar bor. Oilangizga mehmon kelishi bor. Kimdir masalan uy o'zgartirishi mumkin yoki uylarni remont qilishinglar mumkin yoki uylarda hashar qilishinglar mumkin yoki uylarga bir mebel olsalaring mumkin. Ya'ni shunaqangi bir hamjihatli bir kun desam bo'ladi. Ya'ni hamma bir orada yoki bir-biriga mehribon, ya'ni go'zal bir kun 9-kuni. 9-kuni ko'rishmalar bor, masalan uchrashuvlar bor. Uchrashuvga chiqishi mumkin ba'zi qizlarimiz, erkaklarimiz. Yoki aqlingizdagi kishi bilan ko'rishishingiz mumkin. Aqlimdagi kishi yo'q desa soch kelishi mumkin. Bu bilan ko'rishishingiz mumkin. Keyin ba'zi bular oilasiga yangi mashina olishlari mumkin. Mashina olmoqchi edikda deyotganlar bo'lsa, ana shu kuni uylariga yangi mashina olib kelishinglar mumkin. Uylarga go'zal xabarlar kelishi mumkin, yaxshi xabarlar olishinglar mumkin. Ishinglarda shanslisizlar, oilalarda shanslisizlar. Inshaalloh hammamizga nasib qilsin, buni ham menga ham nasib qilsin.
Balki işte oilangizga birisi qaytib kelishi mumkin, uzoqda bo'lsa, xudo xohlasa hammamizni sog'ingan insonlarimiz kelsin. Yani güzel bir gün, yani nima deyim. Mashina oladiganlar bo'lsa mashina olasiz, uyingizga mebel oladiganlar bo'lsa mebel olasiz. Mehmon kelishi, sovchi kelishi, yo siz mehmonga borishingiz yoki uyingizda remont qilishingiz, ko'rishmalar, uchrashuvlar, ish yeringiz, balki ish bo'yicha ish uchrashmalar, balki ishim yo'qdir deysiz, ish topishingiz mumkin. Ish bo'yicha uchrashuv bo'lishi mumkin. Ish anglashmalari, ish o'rtoqliklari, imzo otishliklar, uy olishliklar. Ya'ni shunaqangi ishlar bo'lishi mumkin. Ya'ni shansli bir kuningiz. Judayam shansli bir kuningiz. 9. Hammamizga shunday bo'lsa. Balki işte bunda bir yerga yerlashayotgandirsiz. U yerda yerlashish ishlaringizni olib borayotganingiz bundan hal bo'lishi mumkin. Yoki işte grajdanstvo olayotgandirsiz, balki u ishlar hal bo'lishi mumkin. 9-kuni go'zal bir kun. Of. 10-kunga keldik. To'g'ri, balki depressiyalar otlatdingiz, balki ustingizda negativlar oldi, ustingizda hani hamma yuk men ustimga dedingiz, hamma vazifa men ustimga dedingiz, yoki ish bo'yicha ham hamma ishni men ustiklanyapman dedingiz, yoki ilishki bo'yicha, ya'ni erkak men bo'ldim, yoki erkak bo'ling, ayol bo'ling farq etmas, butun mas'uliyatlar men ustimda edi deyapsiz, yoki bir ayriliq yashadingiz, uni haligi qiyinchiligini o'zingiz tortayotganingiz, yoki ish bo'yicha qiyinchiliklar tortayotganingiz, bundan butunlashmalar bo'ladi. Ya'ni bu nima degan? Ish bo'yicha qiyinchilik yashayapsizmi? Ishingizda qanday qiyinchilik? Yo sizga ko'pmi ish berildi? Yoki işte hamma ustingizga kelayotganmidi? Hamma sanki sizga dushman kesilganmidi va hokazo. Bulardan yaxshi tomonga o'zgarishlar, yaxshi tomonga natijalar bo'ladi. Uyingizda butun yuklar siz ustingizdamidi? Hamma yuk sanki uyni men ko'tarib turibman ustimda deyotganmiz. Bunlardan yaxshi natijalar. Ya'ni oila tashvishlari bormidi? Bunlardan yana yarashishlar. Ayrılganlar bormidi? Yarashishlar ko'rinyapti. Yoki oila tarqalganmidi? Bunlardan bir butunlashishlar bo'lyapti. Sanki belki oylardir, işte 10 oylardir, bir yillardirki ustingizda yuk bor edi, yuk tashiyotganingiz. Bu yukingizga yordamchi bo'ladiganlar yoki işte yukingizni yengillatadigan insonlar bo'lishi, buni ko'rishingiz va yengillanishingiz va huzur topishingiz va ishda ham, munosabatda ham, oilada ham, ya'ni huzur topishingiz, sizga yordam beradiganlar, ya'ni do'st bo'lsin, oilangiz bo'lsin, ya'ni ustingizdagi yuklardan biroz bo'lsa ham yordamchi bo'lishadi. Yaxshi bir kun. Orzulagan kunlaringiz kelayotganligini ham xabar beryapti. 10-kuni. 11-kuniga keladigan bo'lsak, 11-kuniga yana nima deydi? Bu yerda butunlashmalar bor. 11-kunda ham yana butunlashmalar davom etyapti. Balki işte oilacha birgalikda harakat qilishlar. Hali gap bordi, o'zbek gap. Ayrılganni bo'ri yer derdi-yu, işte ayriliq yo'q, ya'ni butunlashmalar bor. Ya'ni hamma yo'qni birgalikda qilaylik. Ish o'rtoqlaringiz bo'lsin, do'stlaringiz bo'lsin, yoki işte oilangizdagi inson bo'lsin, turmush o'rtog'ingiz bo'lsin, ya'ni farq etmas, deyaptiki bu yerda. Birgalikda qadam o'taylik, birgalikda bir narsalar qilaylik, birgalikda bir haligi erishaylik. Ya'ni shunaqangi qadam o'tishlar bo'lyapti. Va butunlashmalar, ayrilganlar butunlashma, o'zini yarim his qilganlar tamomlanma yashayapti va bu mesela короче bu yerda zumrud tushyapti. Ya'ni zumrud nima siz uchun xayrli bo'lsa, ya'ni 9-10-kuni buni beryapti, xudo xolasa hammamizga. İnşallah hammamizga shunday bo'lsin. Nimadan problem yashagan bo'lsangiz, bu yuklaringiz yengillayapti. Kim nimadan ayriliq yashagan bo'lsangiz, bu yuklaringiz yengillayapti. Qanaqangi ishga boshlamoqchi bo'lsangiz, bir jasoratni topolmayotdingiz, yo bir ish boshlamayotdingizmi, ishmi yo'qda. Bunga qadam otyapsiz, boshlayapsiz, jasorat kelyapti. Yoki işte o'ylanyapsiz, mana bir nima qilishga qo'rqyapsizmi, hani insonlar nima deydi, yoki işte oilam nima deydi. Yo masalan TikTokda bir narsa boshlamoqchidirsiz, yo Instagramda bir narsa boshlamoqchidirsiz, yoki boshqa shaharga ketmoqchidirsiz. Ya'ni oldinga qo'ygan maqsadlaringiz bor. Bundan qo'rqayotgan bo'lishingiz mumkin. Ammo bunda sizni destaklamalar bo'lyapti. Ya'ni destaklama demak, haligi qo'rqayotgan bo'lsangiz, qo'rqingiz ketyapti, короче. Xo'p deyapti, işte qo'rqayotgan insonlaringiz yoki xavotir olayotgan insonlaringiz, tamam biz seni orqangdamiz. Ya'ni nima qilsang to'g'ri qil deb sizga destak berishyapti. Ish bo'yicha bir qadamlar otishingiz bor. Boshqa yerga yo'lchilik qilishga qadam otishingiz bor. Yoki boshqa bir hayotga yo'lchilik qilishingiz yoki boshqa bir sohaga kirish yo'lchiliklari bor.
Ammo albatta hani men buni bitta o'zim qilmay, menga yordam bersin yoki hech bo'lmasam gapi bilan destek berishsin, yo'l yorug'i bilan destek berishsin degan bo'lsangiz, bu bo'lishini ko'rsatyapti. Bu sizni xayringiz uchun bo'ladi. Sizni xayringiz uchun nima kerak bo'lsa, bu bo'ladi. 11-kuni ham pozitiv, ya'ni ish bo'yicha ham yangi ishga qadam o'tmoqchi bo'lganlar otyapti, ishidan jasorat topolmaganlar qilyapti, yangi yo'lchilik xohlaganlar bunga qadam o'tyapti. Ya'ni nima qilmoqchi bo'lsangiz, sizni xayringizga, sizga pozitiv tarafga bo'lyapti 11-kuni. 12-kunga keladigan bo'lsak, 12-kuni yo'lchiliklar bor, ko'p insonlarga yo'lchiliklar bor. Balki qayergadir ketasiz, kelasiz. Shunaqangi yo'lchiliklar, men yerimda tegib o'tira olmaymanda, qimillab o'tiraman. Shunaqangi yo'lchiliklar bor. Kelgan xabar kelyapti, uzoqdan bir kelgan xabar bor. Ish yeringizdan yoki ishda birisini kutayotgansiz, bu inson qaytib kelishi mumkin. Ish yeringizdan xabar kutayotgansiz, bundan xabar kelishi mumkin. Bir erkakdan xabar kelishi mumkin. Siz erkak bo'ling, ayol bo'ling farq etmas, ammo bir erkakdan xabar kelishi mumkin. Yoki işte kimdir sizni yoqtirib qolgan bo'lsa, bu sizga og'iz solishi mumkin, qizlar bo'lsa. Ya'ni bir boshqacha bir kun, ya'ni sanki hani Navruzga o'xshagan bir kun. Navruzda hamma bir-biri bilan to'planadi, boshqa qiladi yoki hamma yoq go'zal ko'rinadi, hamma yoq yam-yashil. Ya'ni shunaqangi bir kun. 11-kuni, ya'ni xabarlar olasiz. Davlat yeridan xabarlar kutayotgan bo'lsangiz, xabarlar olasiz. Bir erkakdan xabar kutayotgan bo'lsangiz, xabarlar olasiz. Yo'lchiliklar tushunayotgan bo'lsangiz, yo'lchiliklarga chiqasiz. Agar sizga yo'lchilik, sizni yoningizga keladiganlar yoki uyingizga keladiganlar yana bor. Ish bo'yicha bir yo'lchilikka chiqishingiz mumkin. Ya'ni 11-kuni shunaqangi ko'proq yo'lchiliklar bilan o'tyapti. 12-kuniga keldik. 12-kuni biroz o'zingizni chorasiz his qilishingiz mumkin. Ozgina chorasiz his qilishingiz mumkin. Ko'proq nimadan? Qarzlaringizdan. Qarzlaringiz bo'lsa, masalan, kreditingiz bordir, yoki kimgadir pul berishingiz kerakdir. Shunga harakat qilyapman, biroz chorasizman, bera olmayman, qarzim bor deyotganlar bo'lsa, bir onda hani ko'kdan yomg'ir yoqqandek, bir onda bir ayol kishining yordami kelishi mumkin sizga. Masalan, qarzingizni bera olmayapsizmi? Kreditingizmi bor yoki boshqa bir qarzingiz bormi? Bunga o'ylanib turgan bo'lsangiz, bir onda ya'ni ko'kdan yomg'ir yoqqandek tushib qolishi mumkin. Bir ayol sizga yordam qilishi mumkin. Yordam qo'li uzatishi mumkin. Masalan, boshqasini qarzi bor sizdan, u olib kelib qolishi mumkin. Misolda, bundan yordam ham bo'ladi. Haqiqatan birisi pulini bermayotgan bo'lsa, qo'qqisdan berib qolishi mumkin. Balki yillardir, oylardir bermagandir, qo'qqisdan berib qolishi mumkin, insofga kelib inshaalloh. Ya'ni pozitiv bir kuningiz. Biroz abedga masalan chorasizlik his qilsangiz yoki kechasi bilan o'ylanib chorasizlik his qilganmisiz, ammo bular o'tib ketadi. Bir onda ya'ni ko'kdan yordam keladi. Keyin o'zingizni sevgi borasida chorasiz his qilayotgan bo'lsangiz, yana bir ayolning yordamini olasiz. Balki sizga yo'l yo'riq ko'rsatadi. Yoki ish bo'yicha ishsiz qolaman yoki ishda qo'rquvlaringiz bo'lsa, yana bir ayolning yordamini olishingiz ko'ryapti. Yanada yordam olmadingizmi? Ko'proq ya'ni Allohga ko'proq sig'ining, Allohga ko'proq yo'lchilik qiling deyapti. Bu yerda ko'proq meditatsiya, ya'ni kim nimaga ishonsa, duoga, namozga, ya'ni hamma o'ziga ko'ra, ya'ni shunlarni qil deyapti. Albatta harakatingdan to'xtama, ya'ni beriladi. Ya'ni moddiyotdan, ishdan, ya'ni moddiyotdan chorasiz bo'lsangiz, ishdan ayrilib qolaman deb qo'rqayotgan bo'lsangiz, ilishki munosabatlarda, sevgilarda sevgisizlik his qilayotgan bo'lsangiz, albatta bu shuncha yil harakat qildim, ish bo'yicha nima bo'lsa, ya'ni ish, karyera, pul, ya'ni qarz, ya'ni sevgi, bu borasida nima borasida bo'lsa, harakat qilayotgan bo'lsangiz, buni mehnatingizni qarshiligini albatta olasiz. Shunday. 9, 10, 11, 12, 13-kuni shunday. 14-kuniga keldik. 14-kuni o'zingizlar birinchi plandasizlar. Ya'ni 14-kuni ko'proq duolar ham qilinglar, duolar ham o'tishi mumkin. 14-kuni hani sizga teng keladigan yo'q. Hali inson o'zini ba'zan aytadi, menga teng keladigan yo'q, men hamma narsa qila olaman. Ya'ni o'ziga ishonch, samosenka kelishligi bor. Keyin bir ayol bilan balki bu egizaklar burji, tarozi burji, qovg'a burjidagi bir ayol sizga qattiq muomala qilishi mumkin.
balki sovuq muomala qilishi mumkin. Ammo yana siz aytyapsizki, sen nima desin de, menga bas keladigan yo'q deyapsiz. Ya'ni samosenka kuchli bo'lyapti. Shunaqangi havo elementidagi tarozi egizaklar qovg'a burchidagi ayol bilan ozgina janjal qilmaslikka harakat qiling, yoki sizga trip otishi yoki sizga sovuq qilishi, ya'ni shunaqa qilishi mumkin. Sovuq deganim biroz sovuq munosabat qilishi mumkin. Ammo yanada ana shu kuni ham duolar qiling, chunki duolaring o'tadi deyapti. Balki ichingizdan yo'l topa olmayapsiz nimalargadir. Balki ichingizda savollaringiz bor, unga javob topa olmayapsiz. Bunda javob topishingizni aytyapti. Короче, duolar qiling. Ish bo'yicha keladigan bo'lsam, ish bo'yicha işte bu havo elementidagi hozirgi aytib o'tgan burchimdagi bir ayol sizga biroz qiliqlar qilishi mumkin. Uyingizda ishim yo'q degan, uyingizda bo'lsa qayningizdir yoki işte onangizdir, singlingizdir, opangizdir. Buni biroz sizga sovuq qilishi mumkin, biroz jahldor bo'lishi mumkin. Yoki siz ham shu burchda bo'lsangiz, siz ham agressiv bir holda bo'lishingiz mumkin. Shunday ko'rinyapti. Keyin masala qaynangiz ham bo'lishi mumkin, o'zingiz ham bo'lishingiz mumkin. Biroz agressiv bo'lyapsiz agar bu burchda bo'lsangiz. Agar yo'q bu burchda emasman desangiz, oilangizdagi inson, ishingizdagi inson shu burchlarda bo'lsa, sizga agressivlik qiladi. Tushuntira oldimmi? Ammo yanada siz o'zingizni tepada tutyapsiz. Yanada bu yerda kartalar aytyapti, senga teng keladigan yo'q, sen bittasan deb. Ya'ni sizga nima desa desin. Sizga manipulyasiya qiladimi? Sizni ezishga harakat qiladi, sizga sovuq muomalani qiladi, sizni balki hech tanimagan insoningizdir, balki biroz past nazardanmi qaraydi, kibrlimi qiladi, e'tibor bermang, chunki sizga teng keladigani yo'qdir deyapti. Keyin oq sariqdan kelgan ayollar, masalan, erkaklar meni eshitib turgan bo'lsa, bu oq sariqdan kelgan ayollarning manipulyatsiyaga o'ynab qolmang. Ya'ni hamma oq sariq ko'rgan saat bu meni manipulya qilar ekan deb o'ylamang. Yanada haligi ehtiyot bo'ling. 15-kuniga keladigan bo'lsak, 15-kuni yana qutlamalar, balki taklifnomalar, balki tug'ilgan kunga borasiz, balki sevgilingiz bilan ko'rishgani borasiz, balki kutayotgan insoningiz keladi, balki kutayotgan xabaringiz keladi. Ish bo'yicha balki kollektiv bir yerda o'tirasizlar, xursandchilik qilasizlar, yoki ish bo'yicha bir qilgan ishinglardan xursandchilik yashayapsizlar. Balki hayotimda hech kim yo'q deganlar, hayotingizga birisi kelishi mumkin. Balki kutyapman sevgilimni deyotganlar, undan bir xabar olishingiz mumkin. Balki 3li raqamlardan beri, 3 oydan beri, 3 haftadan beri bir yerga ketishni planlayotgan bo'lsangiz, ana shu kun kelganligini aytyapti. Ketishingiz mumkin. Sayohatlarga chiqishni planlayotgan bo'lsangiz, chiqishingiz mumkin. Kutgan, ya'ni 3 oylik, 3 haftalik içinde kutayotgan insonlar bo'lsa, bunlar ketadi. Ya'ni ana shu kun keldi, ya'ni 15-kuni keladi deyapti. Yo işte birisini yo'lini poylayotgan bo'lsangiz, uni yo'lchiligi keladi. 3 oy, 3 haftaning ichida kimnidir kelishini kutayotgan bo'lsangiz, kimdandir xabar kutayotgan bo'lsangiz, buni xabari, buni kelishi bor. Buni xursandchiliklarni yashaysiz. Va qutlamalar, tug'ilgan kunlar yoki iftorlik, yoki işte kollektiv bo'yicha iftorlik, yoki işte qandaydir ish bo'yicha yaxshi ish qilasizlar, bundan xursandchiliklar yashashinglar ko'rinyapti. Menimcha g'oyat bu hafta yaxshi. Buni da iloji bor, ya'ni chorasizlikni, sevgisizligi va hokazo bunlarga ham iloji bor. Bu ham yaxshi. Bu yerdagi ham yaxshi xabarlar. Bu yerdagi ham g'oyat işte ustimizda qiyinchiliklar ketyapti, uzoqlashganlar bo'lsa butunlashyapti. Bu ham yaxshi, bu ham oila bilan juda ham yaxshi. Balki ko'p narsa olishimiz mumkin bu kuni. Ya'ni hammasi yaxshi. Bu yerda biroz bir agressivlik bor, ammo e'tibor bermaymiz. Qolgan bu haftaligimiz menimcha juda ham yaxshi. Buni yashab ko'rib, bu yerda nima demoqchi bo'pti Sarafa? Ya bu yerda nima demoqchi bo'ldi deb tushunib olasizlar. Shuni deydi deb turib, keyin tushunib olasizlar. Tushunmaganlar. Xullas, bu haftamiz shunday bo'lar ekan. Keyingi videolarda ko'rishguncha bye bye.